Hamma Amerika, Koreya yoki Yevropani orzu qilayotgan vaqtda nimaga aynan Kanada? Mana shu savolga bugun qisqacha javob berib o'tmoqchiman. Chunki sababi bilasiz, Kanada bir necha asrlar mobaynida Angliya mustamlakasi bo'lgan va mamlakat inglizlar qo'lida bir necha asrlar yashadi. Shu sababdan hozirgi kunda ingliz tilini asl mohiyati bilan, madaniyati bilan saqlab qolgan mamlakat sifatida hattoki Angliyadan ham juda ham chiroyli, mohirona saqlab qolingan ingliz tili. Shu sababli speaking o'sha IELTSda kerak bo'ladigan bo'lim sifatida speaking aynan Britaniya ingliz lahjasi olinganligi sababli Kanadani tanladim va hozirgi kunda Kanadada malaka oshirish mobaynida ham ishlab, ham o'qib, mana shu yerda mana 2 yildan beri o'z faoliyatimni olib boryapman. Kanadaga qanday kelganim haqidagi batafsil ma'lumotlarni xudo xolasa keyingi videolarimizda taqdim etamiz. Sahifamizga obuna bo'ling va keyin keladigan qiziqarli ma'lumotlarni kutib qoling.